Assalomu alaykum. Hyundai servis obunachilari, Space Technik ishqibozlari. Qo'qon viloyatiga kelganmiz. Hyundai 55 talikni oldiga. Bu ekskavatorni chapraymonga olib qo'yganmiz. Treyler qo'lni rastoshka bo'ladi. Turga palislar almashtirib beramiz. Adapter qismlari rastoshka beramiz. Treyler uch qismlari qo'lni turga palislar almashadi. Yuqori joylar rastoshka bo'ladi. Palislari samodelniy qilib qo'yilgan ekan. Joylarni rastoshka qilib, palislari zavodga holatda qo'yib beramiz. Qolgan joylar turga palislar almashadi. Tumba qismlarida ham ishlari bor. Ikkita katta palis o'rnida juft ochgan. Qolgan joylarda ham ishlari bor. Strellasini yorug' bor akalar. Xohlasa zavodga holatda bilinmaydigan qilib, garantiyali qilib beramiz. Yana bitta narsa, qo'shqaychi uстановка qilib beramiz. Xudo xohlasa. Zavodga holatda hali chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bu ekskavator yana gidravlik ishlari ham bor, xudo xohlasa. Kapremont ichida pavotlari sekinlashib qolgan. Apparatlarda ishlari bor, kodlari pasayib qolgan, sekinlashib qolgan. Tumbalaridan yo'g'oqdan sallilarni alishtirib beramiz. Qolgan yana bir mayda ishlari bor. Ular qismlarda nastoshka ishlari bor. Bir ikkita mayda shlankalarni yo'g'oqdan, xudo xohlasa, shlankalarni alishtirib, yo'g'oq maydaga qilib zavod holatda qilib beramiz. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishini mumkin. Joyida xizmat ko'rsatib beramiz.